Assalomu alaykum. Mana shu Cobalt egasi poyezd vokzalidan chaqirdi. Mashinam taqirab ketdi, cho'ta kelmasangiz bo'lmaydi dedi. Vaqtim bo'lib bordim. Borsam dahshat. Motorning ichi dahshat. 33 ta yuborgan ekan, preferentlari bor. Hozir ko'rsataman. Mana o'sha Cobalt dinam remen. Qara kichkina kaltoq qo'ygan. Chiroyli bo'ladi o'ziniki. Kamiga gidravlika remen ham uzilib ketgan. Pompada dahshat luft bor, bo'yni uzilib ketgudek aylanyapti. Bu Cobaltni pompasidan shaqirab ovoz kelib ketgan. Egasi qo'rqib tug beryapti motorim deb o'ylagan. Endi bunga yangi pompa qo'yamiz. Originalidan albatta. Dinam remen, gidravlika remen qo'ysak, xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi.